Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Mana bugun va'da qilganimizdek Carpax mahsulotlarini to'g'ri qo'llashlik darsimizni birinchisini boshlaymiz. Bugun darsimizda sizlar uchun Active F7 shampunimiz va Alpha Effect shampunimizni to'g'ri qo'llashlikni ko'rsatib beramiz. Buning uchun biz 1 litrlik o'lchovga ega bo'lgan o'lchovni olamiz va mana shu o'lchovda 1 litr shampunni olib 60 litr suvga qo'shib buni yaxshilab aralashtiramiz. Mana bu qorishmamiz qaysi gilamlarga ishlatiladi degan savol tug'iladi. Bu faqat shampunni o'zi qo'shilgan qorishmamiz asosan yung gilamlari, qo'lda to'qilgan gilamlar, bambuk, viskoza, mana shunga o'xshash qimmatbaho gilamlar uchun qo'llaniladi. Chunki ularda tabiiy toli mavjud. Endi ikkinchi tayyorlaydigan qorishmamiz, diqqat bilan e'tibor berasizlar. 60 litrga 700 gram yoki 800 gram miqdorda aktiv F7 shampunimiz yoki Alpha shampunimizdan qo'shamiz va unga qo'shimcha tarzda o'ta kir gilamlar va sintetika gilamlar uchun 300 gram yoki 400 gram ekstrem mahsulotimizdan qo'shamiz. Bu ekstrem mahsulotimizdan qo'shishdan maqsad nima desa, avvalambor bu ekstrem mahsulotimiz shampunning kuchini 30% ga kuchaytiradi va gilamlarda porlash xususiyatini, oqartirish xususiyatini kuchaytiradi. Mana bu tayyorlangan qorishmalarni endi amalda 1 kvadratga tayyor qorishmani necha litr sepish haqida ham sizlarni ma'lumotga ega qilish uchun buni ham sizlarga video tarzida ko'rsatib beramiz. Qorishmalarimiz tayyor bo'ldi. Mana endi buni gilamlarga to'g'ri ishlatishlik uslubi haqida ham bir og'iz gapirib o'tib ketamiz. Hozirgi aksariyat korxonalarda xatoliklardan bittasi nima desangiz, ba'zi korxonalarda tayyor qorishmani miqdoriga nisbatan ko'proq ishlatiladi. Bu nimalarga olib keladi? Gilamlarning oxirigacha chayilmasligi va gilam sentrifugadan chiqqandan keyin ularda yopishqon moddalarning qolishligi va bu gilamlarni tezda yana o'ziga kir yig'ib olishiga sababchi bo'ladi. Endi aksariyat 80-90% korxonalarda esa kerakli miqdordan 3 barobar, 4 barobar kam sepiladi. Xo'p, o'zi to'g'ri sepishlikning miqdori qanaqa? Nima bilan o'lchanadi desa, o'lchashning eng to'g'ri yo'li gilamlarni 3 turga bo'lib olamiz. Ya'ni yupqa, o'rtacha va qalin gilamlarga. Yupqa gilamlarga qaysilar kiradi desa, hammamizga tanish bo'lgan Polos, Madonna va shunga o'xshash gilamlar. Ularga sepiladigan miqdor tayyor qorishmani 1 kvadratga nisbatan eng kamida 500 gramdan 800 gramgacha sepiladi. Endi o'rtacha gilamlar bor. Aksariyat 80-90% gilamlar o'rtacha gilamlar hisoblanadi. Ularga esa toza va kirligiga qarab 800 gramdan 1 litrgacha sepiladi. Yoki juda ham kir bo'lmasa 500 gram sepish ham kifoya qiladi. Endi qalin gilamlarga bo'lsa eng kamida 800 gramdan 1 litr u 200 gramgacha sepamiz. Mana shundagina biza yaxshi va to'g'ri natijaga ega bo'lamiz. Mana endi bu holatda sizlarga amaliyotda ko'rsatib beramiz. Marhamat. Mana endi gilamlarga suv sepib chiqdik. Endi suvning miqdori gilamda agar ko'p bo'lsa, ozgina qismini skirbok yordamida olib tashlaymiz. Toki shampunimiz yana ham effektivroq bo'lishi uchun. 60 litr shampun bilan necha kvadrat gilam yuvish mumkin degan. 60 litr tayyor qorishma bilan 60 kvadratdan maksimum gilamlarni tozaligiga qarab turib 120 kvadrat gilam yuvish mumkin. Undan ortiq yuvsak, biz xohlagan natijaga erisha olmaymiz. Hop, mana endi bu gilamimiz o'rtacha gilam hisoblanadi. Bu gilamga eng kamida 500 gramdan 700 gramgacha shampun sepishimiz kerak bo'ladi, chunki buni kirlik darajasi ham ko'proq. Hozircha biz bunga taxminan 700 gramdan har bir kvadratiga mo'ljallab shampun sepib chiqamiz. Sepayotganda ham bir me'yorda sepamiz, ya'ni har bir joyga shampun yetib borishi zarur. Kuzatuvchilar, mana ko'rib turganingizdek, hozir o'sha oq gilam, o'rtacha gilamga o'rtacha 700 gram tayyor qorishmani sepdik.
va buni natijasida ko'pirishi ham, gilamga effekti ham kuchli bo'ldi. Mana hozir ko'piklarni ko'ryapsizlar, asta-asta qaynab, kirlarni chiqarishni boshlayapti. Ko'pikni ham miqdorini ko'ryapsizlar mana. Keraklik miqdorda. Mana. Bemalol ko'rishingiz mumkin va oxirida buni gilamni qanaqa chiqqanligi natijasini ham ko'rasizlar. Shampunlarimizning yana bitta yaxshi xususiyati, shampunlarimizni chayishda, boshqada qiynalmaysizlar. Sabab bizning shampunlarda 2 marta chayganlar o'zida yopishqonli xususiyati yo'qoladi. Masalan, mana hozir bunda shampun bor. Mana bundoq qilsanglar qo'l yopishmaydi. Hech qanaqa yopishqonli xususiyati qolmagan. Hatto buni o'zingizlar voqelikda sinashingiz mumkin.